Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bu yerga 6 teshik, 6 tarom, bitta portichka qildik. Shatlanka gullar bilan akalar, alubest material. Ligirovkalar har doimgidek go'zal bo'lgan. Ham ruchkalari baquvvatidan balkonga qo'yiladigan. Xo'p, bu yerga padagonnilar bo'lgan. Har doimgidek padagonnik kirishkalari ham bo'lgan. Gullari katta gul, paramugasi kichkina gul bo'lgan. Romlarimizni ham kuchligidan qo'yganmiz. Xo'p, mana endi ishlarimiz. Bu orqa tarafdagi rom. Mana navbatdagi ishlarimiz. Alkafon lambermas. Lamberlar oftobda kuyib ketadi akalar. Lamber solishinglar maslahat bermayman. Bu yerda jinday qorong'ulik qilyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu yerga hammom eshigini ham qilganmiz akalar. Bu yerda qulflanmaydi bu akalar. Hozir oddiy ruchka bu akalar. Bu yerdan shunday qulflanadi akalar. Bu yerga maslahatim shundan qo'ydiringlar, nimaga desanglar, hammomda har xil parlanish, suv bo'lganda zanglab ketadi. Agar qulf kalitli qildirsanglar. Bu yerga oddiy ruchka tavsiya etamiz akalar. Bu yerlar qulf kalitli akalar. Navbatdagi romlar eshigi. Hamma eshigi razmeri bir xil. Romi ham razmeri bir xil. Bu akamiz uyini. Bu akamiz ham YouTube'dan zakaz qildi. Namangan tumaniga, viloyatiga yaqinroq qo'nadi akalar. Mana padagonnilarning chekalariga penalar quyilgan akalar. Bu ham 2 qavat bo'lgan. Prosta bu yerga gul to'qilmagan akalar. Bu arzonroq variant takifadan ko'ra alubest. Mana ko'rsanglar shatlanka paket o'ynaydi. Butulchitasi. Bu yana bitta eshigimiz. Romimiz deganim. Osha-moshalar ham akalar. Bu yerlarda zazorlar yo'q. Choklarimiz ham mana cho'tki kelgan. Romki ham. Yo'llar ham cho'tki bo'lgan akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavka uстановка ishlarimiz bepul akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. E'tiborlaringiz uchun rahmat.